Yana ko'pchilik e'tibor qilmaydi, masalan, endi men gaplashganda olgan bilimlarimda bu narsa men traktor yurg'izmaganman, yana aytaman. O'z glanilarni olibsiz o'zi. Ha, masalan, amortizatsiyani hisoblashmaydi. Mana misol uchun mashina oldim, mashina o'zimga qoladi deyishadi. Yo'q, misol uchun 200 ming dollarga olgan mashina 5 yildan keyin 200 ming turmaydi o'zi. 20 ming. Ya'ni sen 180 mingni depreciation bo'lib yo'q ketdi, havoga uchib ketdi narxi. Demak, buni sen rasxod deb olishing kerak. Har oyga tushirishing kerak, masalan, amortizatsiyani. Bunaqa qarashmaydi, xuddi shunaqa narsa turganda. Mana bunaqa logikalar eshitganman-da, Akmal aka. Finance olgan trakimdan ko'proq foyda qilolmayman degan narsada. Ya'ni finance 5 yilga oldi, paymentda arzon chiqyapti haftasiga. Arzon chiqqani hisobiga depreciationni foyda qilib o'ziga ko'rsatyapti-da. Finance olgan trakimdan ko'proq foyda qilaman deb fonda o'sha tarakka bosishyapti-da. Bu o'sha to'g'risi aytganingizdek, moliyaviy bilim yetishmasligi moliyani хотя бы moliyasi chastini plan qilmasdan kirishganda. To'g'ri, hech qaysi biznesni misol uchun idealni qilib hamma yog'ini 100% o'rganib, unda kirish kostingiz ham qimmat bo'lib ketadi biznesga. Bular arzon kiryapti, no kelgan yo'l davomida yo'qotishyapti katta-katta summalarni.